Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Rovot hududiga keldik, Hojibon uyiga. Hozir mana bir sigirlari kuyga kelgan ekan. Mana hozir bunga urib qo'yib berish uchun keldik. Kuzatib turasizlar. Simental, Angus, Charolais hammasidan bor. Mana hurmatli obunachilar, Rovot hududida Hojibon uyida mana biz sigirlariga rekta servikal usulda Galishten zotidan qo'yib berdik. Xudo xolasa kuzatib turasizlar inshaalloh. Buni ham shu kelib UZI apparatlarida tekshirib berib va tug'ilganini ham syomkalar qilib ko'rsatamiz, birgalikda ko'rib turaverasizlar. Hurmatli obunachilar, ma'lumot o'rnida aytib ketay, bizda ko'pchilikdan savol bo'lyapti, faqat urug'lantirish yoki UZI xizmatimi deb. Yo'q, bizda qolgan xizmatlar ham chorva mollar davolash, operatsiya qilish hamma jarayonlari bor. Xudo xohlasa bularni ham sekin-sekinlik bilan ijtimoiy tarmoqqa joylab boramiz. O'zlaringiz kuzatib turaverasizlar, obuna bo'lib, like tugmasini bosib turaverasizlar. Amin. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Amin. Ishlaringga baraka bersin. Amin. Nimaga tilagan bo'lsak, tilaklarimizga erishib, Amin. shu mollarimiz yaxshi tug'ib, mana shu xalqqa xizmat qilib yuraveraylik. Jonlaring sog' bo'lsin, qo'llaring iloyim dard ko'rmasin. Hamisha tinchlik, salomatlik bilan. Amin.